oldidan, men buyurganim oldidan. Voy, Xo'p, nima bo'ldi? Qizishlar bo'ldimi? Aman. Tana qizidimi? Tana og'riq, qattiq og'riq. Ter bo'ldimi? Ter bosdimi, bo'lmadimi? Yo, ter bo'lmadi-yu, og'riq xuddi bir joyda qisib qo'yganday og'riq bo'ldi. Keyin ter bosib ketdi, shunaqami? Keyin qaltiroq titroqlar bo'ldimi oyoq qo'llar? Oyoqda qaltiroq juda ko'p bo'ldi. Erkakmisan, ayolmisan degan nima dedi? Erkak qaytarilaverdi-ku, erkak. Erkak dedimi? Raqami necha ekan? Yo'q, bilmadim. Raqamini aytmadi. Faqat erkak deyapti. Tanalarda og'riqlar berdimi? Xatlaringizda og'riqlar berdi. Hamma joyda og'riq, boshda, yurakda, belda, qovoqda, oyoqda, asosan ashal juda yomon ushladi. Qattiq ushladi. Yurakda og'rig'i chidolmaysiz. Yurakni ushlab o'tirdi shunday mahkam. Siz Rossiyani qayerdasiz? Peterda. O'z qayerda turasiz? Qayerda? O'zbekistondan? Samarqand. Xo'p, tanada og'riq bo'lgani